Nicholas Black. Turmush qurmagan paytda ba'zan pornografiya filmlar ko'rishning nimasi yomon? Rob kompyuterini o'chirdi. Og'ir o'tgan ish kuni tugagan edi. Qolaversa, oqshomni ham bir o'zi o'tkazishi kerak edi. So'nggi paytlarda u tunni do'stlari bilan o'tkazmaydigan bo'ldi. Buning o'rniga bir necha soat internetda o'tirishni, faqat kattalar uchun mo'ljallangan chatlarni hamda porno saytlarini kuzatishni afzal ko'rdi. Axir bu narsa tunni shaharda o'tkazishdan arzonroq, qizlar bilan tanishish osonroq va albatta xavfsizroq edi. U kun bo'yi yuqori bosimli ishda qattiq mehnat qilgani uchun stresslardan xalos bo'lishi kerak edi. To'g'ri, u porno filmlar ko'rgani uchun vijdoni biroz qiynaldi, lekin hech kimni xafa qilmadi. Hech kim bilan jinsiy aloqada bo'lmadi. Ba'zan porno filmlar ko'rishni nimasi yomon? Ayniqsa buni hech kim bilmasa. Lauraning yoshi 30 ga yaqinlashib qolgandi va uning turmushga chiqishi Xudoning rejasida borligiga shubha qila boshladi. Lauraning yoshi o'tib borayotgandi, lekin uning jinsiy qoniqish istagi amalga oshmayotgandi. U jinsiy sahnalar ochiqchasiga tasvirlangan ishqiy romanlar o'qishni boshlagan edi. Endi esa internetda begona odamlar bilan yozishadigan bo'ldi. Bu uchrashuvlar uning fantaziyalarini kuchaytirdi. Shuning uchun u masturbatsiya orqali jinsiy qoniqish oldi va o'zini keraklidek his qildi. Axir, Xudo uni jinsiy moyilligi bor mavjudot qilib yaratgan. O'zini jinsiy jozibador qilib ko'rsatishning nimasi yomon? Jay 11 yoshidan porno filmlar ko'ra boshladi. Bunday filmlarni internetdan topish juda oson. U hozir yuqori sinf o'quvchisi bo'lib, xonasida o'tirgancha noutbukda bemalol porno filmlarni tomosha qilishi mumkin edi. Masihiy sifatida porno filmlar ko'rish noto'g'ri ekani haqida eshitgan va bunga ishonadi. Agar ota-onasi bu haqda bilib qolsa, u yomon ahvolga tushadi. Ammo deyarli har oqshom shu kabi filmlarni tomosha qiladi. U bu ishlarni to'xtatishni xohlaydi, lekin o'ta yomon narsalarni ko'rmayotganini aytib, o'zini oqlaydi. Bu narsa unga unchalik ta'sir qilmasdi. Ushbu hikoyalarning sizga aloqasi bormi? Internetda shahvoniy materiallarni ko'rib, bu menga zarar keltirmaydi deb o'ylaysizmi? Ehtimol siz shunday o'ylarsiz. Pornografiya filmlar tomosha qilish menga zarar keltirmaydi. Yoki bo'lmasa, xo'sh, nima bo'pti? Hamma shunday qiladi. Jinsiy aloqa qilish tabiiy hol. Yoki buning ahamiyati yo'q. Men buni nazorat qila olaman. Hech kimga sir emaski, internetning rivojlanishi pornografiya hamda jinsiy qaramlikni o'ta kuchaytirib yubordi. Internet jinsiy axloq ko'rinishini butunlay o'zgartirib yubordi. Jinsiy mazmundagi materiallarni yashirincha tomosha qilish imkoniyati orqali odamlar bu haqda boshqalar xabar topishidan qo'rqmaydigan bo'lib qolishdi. Bir paytlar uyat hisoblangan narsalar hozirda uyat hisoblanmay qoldi. Qachonlardir hayratga solgan narsalar bugungi kunda odatiy holga aylanib qoldi. Pornografiyani tunu kun tomosha qilish imkoniyatining mavjudligi uni tomosha qilish istagini yenga olmay qolish mumkin. Uylangan yoki turmushga chiqqanlar uchun pornografiya yomon ekanini bilaman. Lekin men bo'ydoqman-ku. Masihiylar pornografiya turmush qurganlar uchun ma'qul emas degan xulosaga osongina kelishadi. Ular pornografiya turmush uchun Xudo maqsad qilgan yaqinlikni buzishini bilishadi. Ammo bu narsa hali turmush qurmaganlarga ham tegishlimi? Ehtimol siz hali men bilan turmush quradigan insonni uchratamanmi o'zi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki hali o'smir yoshda bo'lib, endigina kamol topayotgandirsiz. Kimgadir er yoki kimgadir xotin bo'lishingizga hali ertadir. Pornografiya turmush qurishdan oldin jinsiy qoniqishning ma'qul yo'li bo'lishi mumkinmi? Ayniqsa bu ba'zida va vaqtinchalik bo'lsa. Ishoning, bunday bo'lishini istamaysiz.
Pornografiya nafaqat turmushdagi yaqinlikni buzadi va yo'q qiladi, balki har qanday munosabatlardagi yaqinlikni buzadi. Bu xoh hozirgi qiz o'rtog'ingiz yoki yigitingiz bilan bo'lgan munosabat bo'lsin, xoh siz hali uchratmagan maxsus inson bilan bo'ladigan munosabat bo'lsin. Quyida pornografiyaning hayotingizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan 3 ta halokatli yo'li berilgan. Birinchi yo'l. Pornografiya uchrashuv paytidagi sog'lom munosabatlarga to'sqinlik qiladi. Pornografiya tomosha qilish yoki unga berilish u qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni tasvirlar, video, film, kuzatuv kameralaridagi yozuvlar, audio, telefonda yuborilgan suratlar, erotik yozishmalar, erotik romanlar va boshqalar, ularning bari fantaziya bilan bog'liq. Ular haqiqiy emas. Pornografiya sizning tasavvuringizda boshlansa ham yoki kompyuter sichqonchasini bosish bilan boshlansa ham, ayollarni ham bu tasvirlarni tomosha qiladiganlarga yoqish uchun mavjud bo'lgan qullarga aylantiradi. Pornografiyaning mohiyati shundaki, u jinsiy aloqani siz uchun eng muhim narsaga aylantiradi. Gap sizning fantaziyalaringiz, qoniqishingiz hamda istaklaringiz haqida bormoqda. Vaqt o'tishi bilan pornografiya sizni boshqalarning ehtiyojlari va istaklarini tan olmaydigan qul qilib qo'yadi. Bunday fikrlash tarzi boshqalar bilan bo'ladigan har qanday munosabatlar uchun zararli bo'lib, jinsiy yaxlitlikni buzadi. Haqiqiy yaqinlik boshqa inson uchun sarmoya kiritishni talab qiladi. Buni rivojlantirish uchun vaqt kerak. Rivojlanish esa xudbin fantaziyaning tezkor zarbalari tufayli yo'qqa chiqishi mumkin. Chatlar hamda video uchrashuvlar haqiqiy bo'lib ko'rinishi mumkin, chunki ular ma'lum vaqtda ma'lum odamlardan iborat bo'ladi. Lekin siz shunchaki tasvirlarni tomosha qilyapsizmi yoki kim bilandir onlayn muloqot qilyapsizmi? Aslida tasvirda ko'rib turganlaringizning hech biri haqiqiy emas. Ularning bari fantaziya. 2 yoki undan ortiq odam o'zlarining jinsiy qoniqishlari uchun bir-biridan foydalanadilar. Bundan ortiq yolg'on bo'lmasa kerak. Pornografiyaga berilish yigitingiz yoki qiz do'stingiz bilan samimiy munosabatni rivojlantirishni qiyinlashtirishi mumkin. Pornografiyaga berilgan hayotingiz uchrashuvlaringizga salbiy ta'sir qilishni boshlaydi. Hatto munosabatlaringiz pok va yaxshi niyatlar bilan boshlangan bo'lsa ham. Ey erkaklar, sizlar qiz do'stingizning jismoniy xususiyatlarini o'z fantaziyangizda tasavvur qilgan ayollar bilan taqqoslamaslikdan o'zingizni tutib turishga qiynalasiz. Natijada tana va qondan iborat bo'lgan hech bir ayol pornografiya tufayli siz tasavvur qilgan ayolga, ya'ni sizning jinsiy ehtiyojingizni qondirishdan boshqa narsani xohlamaydigan, xayolingizning bir burchagida bir umrga muhrlanib qolgan ayolga mos kela olmaydi. Ey ayollar, hech bir haqiqiy erkak haqiqiy munosabatlarda sizning fantaziyalaringiz bilan raqobatlasha olmaydi. Tasodifiy uchrashuvlarning hech biri haqiqiy hayotdagi munosabatlarning o'rnini bosa olmaydi. Qolaversa, sizlarning ko'pchiligingiz internetdagi ayollar bilan taqqoslaganda o'zingizni jozibador his qilmaysiz. O'zingiz istamasangiz ham turli jinsiy xatti-harakatlarni qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Chunki siz ko'rgan pornografiyalar yoki yigitingizning istagi sizni har bir kishi qiladigan narsalarni qilishga majburiyat hissini uyg'otadi. Shuni unutmangki, siz pornografiya ko'rmasligingiz mumkin. Ammo yigitingiz ko'rayotgan bo'lsa, siz o'zingiz istamagan jinsiy xatti-harakatlarni qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Tabiiyki, pornografiyaning davomi amalda qo'llashdir. Pornografiyani qanchalik ko'p tomosha qilsangiz, sog'lom chegarada qolish hissi shunchalik kamayib boradi. Pornografiya sizni kelajakda o'zingiz bilmagan holda sog'lom jinsiy munosabatlardan uzoqlashtiradi. Pornografiya va'da qilgan tezkor yaqinlik illyuziyadir. Har qanday yaqin munosabatlarda bo'ladigan qiyinchiliklar va umidsizliklarga duch kelganingizda haqiqiy hayotdagi uchrashuvlaringiz o'z jozibasini yo'qotadi. Pornografiya haqiqiy qiyinchiliklarni yengishda sizga yordam bermaydi.
U faqat xudbinlik va qochish g'oyasini kuchaytiradi. Pornografiyani xuddi jumrakni yopgandek to'xtata olaman deb o'ylaganingizda, u xayolingizning tubida joylashib olganini hamda sizni yangi hayajonlar va tajribalar izlashga undayotganiga odatlanib qolganini ko'rasiz. Pornografiya tinimsiz ravishda sizni ko'rinishidan jozibali, g'am-tashvishdan xoli xayolot dunyosiga jalb qiladi. Oqibatda u turli talablar va muddatlardan iborat dunyoni unutish usuliga aylanib qoladi. Bu esa Xudo tayinlagan yo'l bilan munosabat qurishning mashaqqatli, lekin haqiqiy qoniqish beradigan harakatidan qochishga urinishni anglatadi. Bir lahzada qoniqish olish usuli sifatida boshlangan onlayn fantaziyalar sizni muntazam ravishda yangi talablar qo'yadigan va hech qachon qoniqtirmaydigan narsalarga qul qilib qo'yadi. O'zaro yaqinlik asosida mustahkam turmush qurishingiz mumkin bo'lgan juftingizni qidirishingiz muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Chunki pornografiya bilan lazzatlanish va voqelikdan qochish faqat kompyuter sichqonchasi tugmasining bosilishiga bog'liq bo'lib qoladi. Siz haqiqiy munosabatlarning mashaqqatli, lekin foydali ishlardan ko'ra onlayn fantaziyalarni afzal ko'rishingiz mumkin. Tuzoqqa tushib qolmaguningizcha bu ishlar sodir bo'layotganini hatto bilmay ham qolasiz. Ikkinchi yo'l. Pornografiya siz hali turmush qurishingizdan avval kelajakdagi munosabatlaringizga putur yetkazadi. Siz hali ham pornografiyaga bo'lgan qiziqishingizni so'ndiradigan o'sha go'zal qizni, o'sha kelishgan yigitni uchratishga umid qilyapsizmi? Hozir ham pornografiyadan foydalanishingiz keyinchalik oilaviy munosabatlaringizga zarar keltirmaydi deb o'ylayapsizmi? Yana bir bor o'ylab ko'ring. Pornografiya son sanoqsiz erkaklar va ayollarning turmushini buzib yuborgan. Chunki u avvaldan bu munosabatlarga kiritilgan edi. Ko'pincha shunday bo'ladi. Siz turmush qurganingizda ilgari pornografiyadan foydalanganingiz turmush o'rtog'ingiz bilan Xudo tayinlagan yaqin jinsiy munosabatga allaqachon o'z ta'sirini o'tkazgan bo'ladi. Chunki Xudo tayinlagan jinsiy aloqa fidokorlik hamda juftingizning manfaatini ko'zlashdan iborat. Xudo tayinlagan jinsiy aloqa er-xotinning jinsiy munosabatlarida birgalikda o'sishi, hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar birga bo'lishlariga asoslanadi. Pornografiya esa aksincha yengil hayot illyuziyasini taklif qiladi. Haqiqiy hayotda qiyinchiliklar va tushkunliklar yuzaga kelganida barcha munosabatlarda bo'lgani kabi siz muammolarni hal qilish o'rniga pornografiyaga berilasiz. Aslida muammolarni hal qilish sizni juftingiz bilan haqiqiy va samimiy yaqinlikka yetaklaydi. Xo'sh, nima uchun shunday qilasiz? Chunki siz har doim shunday qilib kelgansiz. Qiyinchiliklarga, stresslarga, yolg'izlikka, azoblarga yoki rad qilinishlarga duch kelganingizda siz pornografiyaga murojaat qilgansiz. Bunday xatti-harakatlar turmush qurish bilan darhol o'zgarib qolmaydi. Turmushda er-xotinning jinsiy munosabati haqiqiy yaqinlikning ramziy ifodasi hisoblanadi. Odam bilan xotini ikkovlari ham yalang'och edilar, ammo uyalmas edilar. degan oyat jinsiy aloqa shunchaki er-xotin birgalikda his qiladigan yoqimli jismoniy xatti-harakat emasligiga ishora qilib, odam ato bilan momo Havoning jinsiy jihatdan yaxlit ekanligini tasvirlaydi. Qolaversa, bu oyat ularning er-xotin sifatida birligini, er-xotin bir-biriga bog'liqligini, hech nimani yashirmasliklarini, bir-birini yaqindan bilishlarini hamda juftining manfaati uchun bir-birini xursand qilishga intilishlarini bildiradi. Ammo hozir ham, ya'ni hali turmush qurmagan inson sifatida pornografiyadan va fantaziyalardan foydalanishingiz kelajakda turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan jinsiy aloqaga ham xalaqit beradi. Xudo jinsiy aloqani ham er, ham xotin uchun juda yoqimli va qoniqarli bo'lishi uchun yaratgan. Lekin siz turmush qurishingiz bilan avval pornografiyadan foydalanganingiz sizni haqiqiy jinsiy aloqaning quvonchi va kuchidan mahrum qiladi.
Chunki haqiqiy jinsiy aloqa siz kompyuter ekranida ko'rgan tasvirlardek kuchli va huzurbaxsh tuyulmaydi. Pornografiya turmush o'rtog'ingizni jinsiy aloqa vositasiga aylantiradi. Shuning uchun jinsiy aloqa sizni eringiz yoki xotiningiz bilan yanada yaqinlashtirish usullaridan biri bo'lish o'rniga bir-biringiz bilan bog'liq ekaningizni his qilishning yagona usuliga aylanadi. Jinsiy aloqa juftingizni xursand qilish hamda bir-biringizga huzur bag'ishlash o'rniga doimo hayajonli va asabga tegadigan xudbin talabga aylanadi. Ongingiz ham, tanangiz ham pornografiyaga o'rganib qolgani uchun odatiy jinsiy aloqadan ko'nglingiz to'lmaydi. Agar shunday bo'lsa, juftingiz bilan bo'ladigan jinsiy munosabatingiz masturbatsiyaning shakllaridan biri bo'lib qoladi. Buning onlayn pornografiyadan yagona farqi o'z nafsingizni qondirishda juftingiz ham ishtirok etadi. Pornografiya bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan jinsiy munosabatning Xudo tayinlagan lazzatini barbod qiladi va uning o'rnini xudbinlik egallaydi. Ushbu ta'rifning biron joyida kelajagingizni ko'ryapsizmi? Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, to'xtang va nimalar qilayotganingiz haqida o'ylab ko'ring. Ehtimol boshqalarning boshiga tushgan muammolar hali sizning boshingizga tushmagandir. Ammo pornografiyaga bo'lgan ishtahangizni jilovlamasangiz, siz ham albatta muammoga uchraysiz. Butun diqqatingizni haqiqatga qarating. Haqiqiy munosabatlar hayotingizni boyitadi. Haqiqiy munosabatlar hatto past balandliklari bilan ham ularni qurish uchun qilgan mehnatingizga arziydi. Pornografiya esa shunchaki fantaziya va illyuziya xolos. Pornografiya haqiqiy hayotda sizga hech qanday naf keltirmaydigan, yashirincha qilinadigan xatti-harakat bo'lib, sizni haqiqiy odamlardan uzoqlashtiradi. Erkak kishi bo'lasizmi, ayol kishi bo'lasizmi, hali turmush qurmagan inson sifatida ayni damda pornografiyaga bo'lgan ishtahangiz qay darajada bo'lmasin, u sizni yanada yolg'izlashtirib qo'yishiga, odamlardan yanada uzoqlashtirishiga, fantaziyalarga yanada chuqurroq ko'mib tashlashiga hamda haqiqiy munosabatlarga bo'lgan umidingizni puchga chiqarishiga yo'l qo'ymang. 3-yo'l: jinsiy qaramlik. Istagan paytimda bundan voz kecha olaman. To'g'rimi? Turmush qurgansizmi yoki yo'qmi, buning farqi yo'q. Pornografiya qaramlikka olib keladi. U o'ta kuchli, halokatli huzur bag'ishlaydigan va yanada ko'proq huzur qilishga undaydigan kristal metamfetaminning vizual ekvivalenti hisoblanadi. Avvaliga kichik dozadan boshlanib, asta-sekin dozasi ko'payib boradigan giyohvand moddalar iste'moli singari nafs ham barcha sog'lom fikrlarni yo'q qiluvchi, umidsiz, yengilmas kuchga aylanadi. Har qanday qaramlikda bo'lgani kabi hech kim pornografiyaga qaram bo'lib qolaman deb o'ylamaydi. Lekin qachonlardir bezarar ko'ngilxushlik sifatida virtual jinsiy aloqa bilan shug'ullangan nihoyatda ko'p erkaklar va ayollar pornografiyaga qaram bo'lib qolishadi. Yuhanna xushxabarining 8-bob 34-oyatida Iso shunday degan: Gunoh qiladigan har bir kishi gunohning qulidir. Ba'zida pornografiyadan foydalanish odatga aylanib qolganida, buni qilgan odam daromadning kamayishi qonuniga qul bo'lib qoladi. Bir paytlar tomoshabinni junbushga keltirgan va xohish istaklarini qondirgan tasvirlar, ya'ni chatlar yoki video uchrashuvlar vaqt o'tishi bilan juda oddiy va zerikarli bo'lib qoladi. Keyin grafik tasvirlarni tomosha qilish yoki yanada xatarliroq onlayn uchrashuvlar bilan shug'ullanish vasvasasi paydo bo'ladi. Nafsni bir zumda qondira olish xususiyati tufayli internet sizga xohlagan narsangizni ko'rsatish orqali istaklaringizni juda tez kuchaytirishi mumkin. Jonsiz tasvirlar jonli videoga almashadi, keyin interaktiv kiber jinsiy aloqaga aylanadi. Ayrim odamlarda bu xohish nihoyatda kuchayganidan onlayn xatti-harakat haqiqiy harakatga, ya'ni striptiz klublarga borish, anonim uchrashuvlar hamda fohishalarga borishga
aylanadi. Gunohning qanday amal qilishining yorqin va fojiali ta'rifi Yoqub maktubining 1-bob 14-15 oyatlarida shunday ko'rsatilgan. Lekin har bir kishi o'zining hirsiga qiziqib, aldanib vasvasaga tushadi. Hirs esa homilador bo'lib gunohni tug'adi. Qilingan gunoh esa o'limni tug'adi. Turmush qurganmisiz yoki yo'qmi, pornografiya gunoh. Yashirincha pornografiya tomosha qiladigan hech bir o'smir jinsiy aloqaga qaram bo'lib qolishni reja qilmaydi. Biz o'smir yoshdagi ko'plab yigitlar uchun pornografiya xuddi katta hayotga qadam qo'yish, buning zarari yo'q deb o'ylaymiz. Hozirda xuddi shunday o'ylaydigan qizlar ham ko'paymoqda. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, ba'zida pornografiyadan foydalanishni zararsiz deb o'ylamang. Pornografiya jinsiy aloqadan xudbinlarcha foydalanishdir. Bu narsa Xudoga va boshqa odamlarga, shu jumladan sizning bo'lajak turmush o'rtog'ingizga qarshi gunohdir. Pornografiyadan foydalanishingiz hayotingizni boshqaradigan kuchli ehtirosga aylanmasa ham, baribir u haqiqiy hayotdan qochish bo'lib, nozik, sezilmas yo'llar bilan ongingizni va qalbingizni buzadi. Pornografiyadan ko'ngil xushlik uchun foydalanadigan odamlar nafs haqida muqaddas kitobda nima deyilganini ko'rishlari kerak. Butrus bizni o'zining 1-maktub 2-bob 11-oyatida jonga qarshi jang qilayotgan tanaviy hirslardan o'zingizni tiyinglar deb da'vat qiladi. Nafs sizniki bo'lmagan narsaga yoki odamga egalik qilish istagidir. Nafs chegarani, ya'ni Xudo tayinlagan chegarani yoki muvozanatni buzadigan istakdir. Ya'ni e'tiboringizni jalb qiladigan but. Isoning aytishicha, zino nafaqat jismoniy harakat, balki yurakda sodir bo'ladigan harakatdir. Ammo men sizlarga aytaman, kim ayolga hirs bilan qarasa, allaqachon u bilan yuragida zino qilgan bo'ladi. Jinsiy gunoh hamda vasvasa bilan kurashish dunyoga gunoh kirib kelganidan beri mavjud. Ibtido kitobining 39-bobida qul qilib sotib yuborilgan va Misrga olib ketilgan Yusuf ismli odam haqida hikoya qilinadi. Potifar Yusufni o'z uyiga olib ketadi va keyinchalik uni butun xonadoniga uy boshqaruvchi qilib tayinlaydi. Lekin Xudo Yusufni jinsiy gunoh orqali sinadi. Potifarning xotini Yusufning kiyimidan ushlab, "Men bilan yot" dedi. Yusuf undan qochib ketdi. Rad etilganidan achchiqlangan Potifarning xotini qo'lida qolgan Yusufning bir parcha kiyimidan foydalanib, uni tahqirlashda aybladi. Natijada nima bo'ldi? Yusuf nohaq zindonga qamaldi. Lekin oxir-oqibat Xudo uni qutqardi va Firavn hukumatining eng yuqori lavozimiga ko'tardi. Yusuf jinsiy gunoh masalasida Xudo belgilagan chegaradan chiqish vasvasasiga solindi. Lekin vasvasaga berilmaslik uchun u hamma narsa qilishga tayyor edi. To'g'ri ish qilganlik uchun haq to'lanadi. Biroq biz sadoqat bilan Xudoga ergashganimiz uchun u bizni har doim marhamatlaydi. Biron chorasi bormi? Halokatdan qutulish va haqiqiy yaqinlik sari olib boradigan yo'l Hikmatlar kitobi 3-bob 5-6 oyatlarda berilgan. Bor yuraging bilan Rabbiga ishon va o'z aqlingga tayanma. Barcha yo'llaringda uni tanib bil va u sening qadamlaringni yo'naltiradi. Har ishda, jumladan jinsiy aloqa masalasida ham butunlay Xudoga ishonish butun Hikmatlar kitobida kuzatiladigan mavzudir. Unutmang, jinsiy aloqani Xudo yaratgan. Buning qanday ishlashini u hammadan yaxshi biladi. Hayot va jinsiy aloqa qanday ishlashi bo'yicha uning tushunchasiga suyaning. Jinsiy jozibadorlikdan foydalanishda Xudoning maqsadidan chetga chiqish vaqtinchalik yaxshi bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin oxir-oqibat Xudo belgilagan chegara ichida sizniki bo'lishi mumkin bo'lgan quvonch va huzur halovatdan mahrum bo'lishga olib keladi. Pornografiyadan qochish uchun amaliy qadamlar. 1-qadam. Pornografiyadan ko'rgan zararingizni chin yurakdan tan oling.
ammo yaxshi narsalarga umid qiling. Pornografiya keltirgan zararni chin yurakdan tan olishingiz sizni jinsiy odatlaringizni o'zgartirishga majbur qilishi mumkin. Xudbin fantaziyalarga berilish o'z hayotingizni halokatli ravishda o'tkazish bilan barobar. Bu narsa oxir-oqibat munosabatlaringizni ham barbod qiladi. Ammo siz o'zingizga va boshqalarga keltirgan zararlarga chidab yashashdan ko'ra ko'proq narsa qilishingiz kerak. Hozirgi paytdagi ahvolingiz qanchalik umidsiz bo'lib ko'rinmasin, Xudo sizning turmush qurishingiz yoki qurmasligingizni istamasligidan qat'iy nazar, sizning hayotingiz hamda kelajagingiz uchun uning kattaroq rejalari borligiga ishoning. Haqiqiy munosabatlar hatto ayriliq davrida ham u uchun vaqtingizni va qalbingizni sarflashingizga arziydi. Oramizda makon qilish uchun Iso inson bo'lib yer yuziga kelganida bizning tanamiz va munosabatlarimiz qanchalik qadrli ekanini ko'rsatdi. Isoning madadi ila siz o'z tanangiz bilan Xudoni ulug'lashingiz mumkin. Zero siz masihiy inson sifatida shunga chaqirilgansiz. Ikkinchi qadam. Gunohingizni Xudoning oldida tan oling. Jinsiy axloqsizlik gunohdir. Bu narsa shunchaki sizga hamda hozirgi yoki kelgusi munosabatlaringizga yetkazayotgan zararni anglab yetishdan muhimroq. Qolaversa, bu sizning Xudo bilan munosabatingizni ham anglatadi. Xudo Yeremiyah payg'ambarga shunday degan: "Mening xalqim ikkita yovuzlik qildi. Ular meni tirik suv manbaini tark etdi va o'zlariga suvni tutib tura olmaydigan siniq hovuzlar o'ydilar." Yeremiyah payg'ambar kitobi 2-bob 13-oyat. Bu nimani anglatadi? Gunohkor yuragimiz bizni qalbimizdagi bo'shliqni Xudodan boshqa narsalar bilan to'ldirishga yetaklaydi. Muqaddas bitklarda bu narsa butparastlik deyilgan. Pornografiyadan foydalanishingiz sizning yuragingiz Xudoga qarshi ekanidan dalolat beradi. Ular meni tirik suv manbaini tark etdi. Ehtiyojlaringizni qondirish uchun Xudodan boshqa narsalarga yuz burganingizda, u nima bo'lishidan qat'iy nazar iymonsizlikni bildiradi. Siz Xudoga va Masihning qilgan ishlariga ishonishingiz mumkin, lekin aslida Xudo sizga yordam berishiga ishonmaysiz. Shoh Davud bir paytlar Botsheva bilan ishqiy munosabatda bo'ladi va o'z aybini yashirish uchun uning erini o'limga yuborish orqali aybini yanada kuchaytiradi. Lekin u Xudoga: "Men senga, faqat senga qarshi gunoh qildim" degan. Davud o'zining qilgan bu ishi uning yuragi Xudoga hamda Xudo qadrlaydigan narsalarga qarshi bo'lganini anglab yetadi. Uning gunohi shundan iborat ediki, u Xudoni tark etgandi. Xudoning huzuriga boring va pornografiya bilan kurashingiz haqida ayting. Pornografiyaga bo'lgan qiziqishingiz uni hamda boshqa insonlarni sevishdan ham muhim bo'lib qolganini Xudoga e'tirof eting. Har kuni Xudoning huzuriga kelib, undan kechirim so'rashingizga to'g'ri kelsa ham tushkunlikka tushmang. Uning huzuriga kelishda, so'rashda davom eting. O'zgarishning yo'li shu. 3-qadam. Iso Masihning xochi tufayli olish mumkin bo'lgan kechirimni qabul qiling. Gunohga qarshi ojizlik bilan kurashish yo'lida Xudo bizni tashlab ketmagan. Sizni aybdorlik va sharmandalik hissidan xalos qila oladigan, kechirim olish uchun murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan zot bor. Iso haqida Paulus shunday deydi: "Zero Xudo gunohni bilmagan Masihni biz uchun gunoh qurbonligi qildi, toki biz Masihda Xudoning haqligi bo'laylik." Masih xochda qurbon bo'lish orqali bizning gunohlarimiz uchun eng katta to'lovni to'ladi. Uning biz uchun to'lagan bu to'lovi hayotimizdagi va munosabatlarimizdagi buzilishlarni tuzatadi hamda gunohga va uning halokatli oqibatlari bo'lgan qullikdan xalos qiladi. Sizning gunohingiz Xudo uchun katta emas. Masihning kechirimini qabul qilganingizda sizga top-toza boshlanish va yangi shaxsiyat beriladi.
Siz endi bizning hayotimiz va diyonatimiz uchun, shu jumladan pornografiyadan voz kechish hamda jinsiy daxlsiz hayot kechirish uchun Xudoning qudratini qabul qila olasiz. Xudodan uning sevgisi hamda kechirimi haqida eslatib turishini so'rashda davom eting. Buni juda ko'p bora qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin va bu yaxshi. Hammamiz ham ko'p jihatdan qoqilamiz va har kuni kechirilishga muhtojmiz. 4-qadam. Gunohingiz zamirida yotgan gunohga diqqat bilan qarang. Jinsiy gunoh avvalo jinsiy aloqa emas. Jinsiy aloqa chuqurroq muammolarning yuzaki ko'rinishidir. Gunoh zamiridagi gunoh, ya'ni nafs olovini yoqadigan gunoh, sajda, iymon va itoat bilan Xudoga yuz burish o'rniga jinsiy aloqa orqali bo'shliqni to'ldirish, og'riqni pasaytirish, azob-uqubatlarni yengillashtirish, yolg'izlikdan qutulish yoki nazoratni qo'lga kiritishga urinishdir. Jinsiy aloqada qudrat bor. Shuning uchun u qulaylik, yengillik, yaqinlik, kuch, nazorat va ishonchning soxta xudosiga aylanishi mumkin. Bu narsa shunchaki qilayotgan ishingizni ifodalamaydi. Buni nima uchun qilayotganingizni va nima uchun Xudodan yuz o'girayotganingizni ifodalaydi. Sizni barhayot Xudoga emas, balki pornografiyaga undayotgan omillarni anglashingiz kerak. Shunchaki bu xatti-harakatni to'xtatishning o'zi yetarli emas. Sizni bu harakatga nima majbur qilayotganini topishingiz lozim. O'zingizga savol bering. Qaysi paytlarda pornografiya meni o'ziga jalb qiladi? Kompyuterni yoqqan zahoti hayotimda nimalar sodir bo'ladi? Nima uchun haqiqiy munosabatlardan ko'ra pornografiya meni ko'proq qiziqtiradi? Qaysi holatda men vahimaga tushaman? Qaysi holatda jahlim chiqadi? Muqaddas ruhdan yuragingizni tekshirib ko'rishini hamda pornografiyadan foydalanishingizning sababini ko'rsatishini so'rang. Zabur kitobining 138-sanosi 23-24 oyatlari asosida ibodat qiling. Yo Xudo, meni tekshirib, yuragimni bilib olgin. Meni sinab, fikrlarimni bilib olgin. Nazar sol. Men xavfli yo'lda emasmanmi? Meni abadiy yo'lga yo'naltirgin. 5-qadam. Iymonda yetuk bo'lgan birodaringizga hisob bering. Gunoh zamiridagi gunohni ko'rish deyarli imkonsiz. O'zingiz ishonch bildirishingiz mumkin bo'lgan birontasi bilan gaplashishingiz lozim. Pornografiya hammadan yashirincha qilinadigan harakat, biroq o'zgarishlarni yolg'izlikda amalga oshirib bo'lmaydi. Vasvasaga qarshi kurashda ishonishingiz mumkin bo'lgan iymonda yetuk masihiy birodarni, ishonchli do'st, cho'pon yoki jamoat yetakchilaridan birini toping. U bilan sizning jinsingiz bir xil bo'lishi kerak. O'sha inson bilan kurashlaringiz haqida gaplashganingizda, u sizga butun hayotingizni ko'rishingizga yordam bera olsin. Nafaqat vasvasaga qarshi kurashishda yordam beradigan, balki yuragingizni tekshirishda ham yordam beradigan inson sifatida bu odamga muntazam ravishda hisob berib turing. Agar bu masalani hech kimga aytmasangiz, pornografiyadan qutula olmaysiz. Pornografiya tomosha qilishni to'xtatishga bir o'zingiz yashirincha urinishingiz sizning yana jinsiy gunoh tuzog'iga tushib qolishingizni kafolatlaydi. 6-qadam. Pornografiyaga olib boradigan yo'llarni to'sing. Bizning davrimizda kompyuterdan uzoqroq turish tobora qiyinlashib, deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Lekin bir qator ehtiyot choralarini qo'llash orqali siz vasvasadan qochishingiz mumkin. Misol uchun, iloji boricha uyda kompyuter bilan yolg'iz qolmaslikka harakat qiling. Qay holatda, qayerda va nima uchun ko'proq vasvasaga tushishingizni aniqlang. Bularni aniqlab olgach, shunday holatlar yuzaga kelganida nimadir qiling. Masalan, do'stingizni chaqiring, uydan chiqib keting va odamlar orasida bo'ling. Internetingizga va ommaviy axborot vositalariga cheklov qo'yish chorasini ko'ring. Chunki internetning tunu kun mavjud bo'lishi kuchli vasvasaga soladi. O'zingiz ishongan biron kishi,
Barcha internet qurilmalaringizga kompyuteringiz, noutbukingiz, netbukingiz, planshetingiz, smartfoningiz, iPodingiz, internetga ulangan DVD playeringiz, uyali telefonlaringiz, o'yin pristavkalaringiz hamda internetga ulangan televizorlaringizga nazorat qilish va hisob berish dasturini o'rnatishiga ruxsat bering. Zaif tomonlaringizni faqat siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Donolik so'rab ibodat qiling. Keyin har bir bo'shliqni yopish choralarini ko'ring. Himoyalanishning oqilona va yaxshi rejasi ushbu qurilmalarning barini qamrab oladi. 7-qadam. Siz bilan uchrashayotgan insonga nisbatan rostgo'y bo'ling. Agar birontasi bilan uchrashayotgan bo'lsangiz, unga nisbatan butunlay rostgo'y bo'lishingiz lozim. Ammo rostgo'ylik har qanday ziddiyatli tafsilotlarni aytish kerakligini anglatmaydi. Haddan ortiq ma'lumotlarni oshkor qilishdan saqlaning. Asosiy e'tibor itoatsizligingizning o'ziga xos xususiyatlarida emas, balki yuragingizda va tavbangizda bo'lishi lozim. Siz sog'lom, haqqoniy munosabatni xohlayotganingiz uchungina bu narsalarni aytayotganingizni siz bilan uchrashayotgan insonga bildiring. Agar o'sha inson bu kurashlaringizda sizni qo'llab-quvvatlashni istasa, bu inson turmush qurishingiz uchun hayotingizga Xudo olib kelgan inson bo'lishi mumkin. Bunday munosabatni qadrlang va asrab-avaylang. Xulosa. Bunga vaqt kerak. Ammo siz Xudoning inoyati tufayli pornografiya bilan kurashda yengib, rostgo'ylik va kuch-g'ayrat bilan haqiqiy munosabatlarga kirishishingiz mumkin. Rimliklarga maktub 8-bob 28-oyatida shuni bilamizki, Xudoni sevganlarga, uning murod maqsadi bo'yicha da'vat qilinganlarga hamma narsa birgalikda yaxshilikka xizmat qiladi deyilgan va'dani mahkam tuting. Bu jangda g'olib chiqqaningizdan keyin avvalgidek bo'lmaysiz. Bu esa juda yaxshi. Sizda boshlangan Xudoning ishi oxirigacha yetgunicha davom etadi. Davom etayotgan bu ishning bir qismi o'z kurashlaringizdan foydalangan holda siz kabi kurashayotgan insonlarga yordam berish bo'ladi. Xudo sizning hayotingizda qilgan shifolash ishlarini ko'rishi lozim bo'lgan insonlarni Xudoning o'zi sizga yo'liqtiradi. Siz biron joyga tasodifan borib qolmaysiz.